Qayerdandir olganmisiz buni? Moskvadan olib keldim. Qayerdan? Moskvadan sumkadan topib olib keldim. Moskvadan, ha. Moskvaga men ham siz bilan ketaman. Menga ham bilet oling. Men ketaman. Moskvaga siz bilan ketaman. Hech kimdan qo'rqmayman, ketaman. Men sizsiz yasha olmayman, Sardor aka. Allohga shukr. Rahmat, Allohga shukr. Rahmat, sizga ham rahmat, Sardor aka. Sizni sevaman. Sizni bugun sochingiz, siz cho'mildim dedingiz, shuning uchun sochingiz oqarib qopti, yuzingiz oqarib qopti. Kecha aytdingiz-ku, 10 kun cho'milmagandim, ertaga cho'milsam mayli. Qani yaqinroq olib keling-chi. Mana cho'mildim, qara ko'p o'tin. Ha, cho'mildingiz. O'z 10 kun bo'ldi dedingiz-ku o'zingiz. Ha, voy, rosa chiroyli yigit bo'lib qopsiz. Mana, bo'ladimi? Ha, bo'la. Yangi kurtkangizni yeching. Yangi kurtkangizni yeching, men sizni kuchingizni ko'rgim. Nima? Yangi kurtkangizni yeching, men sizni kuchingizni ko'rgim kelyapti. Voy! Eng kuchli bola meni yigitim. Men eng kuchli, dunyoda eng kuchli bola meni yigitim. Qani. Voy! Qani? Voy, молодец! Meni yigitim eng kuchli yigit, dunyodagi eng kuchli. Mana. Surxondaryoliman dedi. Kachok. Mana ko'krak ko'rdingmi? Ha. Kachoq ko'rdingmi? Ha, kachokni ko'rdim. Kachok. Oy! Mana qarang. Ovoz qattiq chiqdi. Mana. Bo'ldi, asabiylashmang, Sardor aka, iltimos asabiylashmang. Ha, urvormang o'zingizni. Sardor aka, yana bitta savolim bor-da sizga. Siz 4 kundan beri faqat bitta futbolkada chiqyapsiz. Sizda boshqa futbolkangiz yo'qmi? Ko'ylak bor. Chiroyli ko'ylak bor. Uzunmi? Yo'q, tara ko'ylak bor. Palaq qistirgan. Keyingi oldin ko'ylak bor. Bitta ko'rsam bo'ladimi? Ko'rsam bo'ladimi? Qani, hech ham sizni kiyimingiz yo'q-ku. Yerda ko'rsataman. Yo'q, sizning kiyimingiz yo'qqa o'xshaydi. Bitta Margo, Abdush, Alloh rozi bo'lsin.